Xo'p, boya o'tgan mavzuda sizlar bilan gaplashib o'tdik gazlarning ichki energiyasi haqida. Endi ichki energiyalarni, ya'ni molekulalarni, energiyalarni tavsiflayotgan vaqtda ularni erkinlik darajalariga ajratamiz. O'zi bu qanday tushuncha va qanday ajratiladi, shularni ko'rib chiqsak. Demak, xo'p, mana shunday bir idish, boya ham shu idishdagi gazni misol keltirgan edik. Xo'p, mana bunday bir idishga gaz qamalgan bo'lsin va bu gazni ixtiyoriy bitta molekulasini harakatini ko'rib chiqaylik. Gazlarda aytdikki, potensial energiya deyarli nolga teng. Kinetik energiyasi esa ichki energiyasining asosiy qismini tashkil qiladi. Endi bu kinetik energiyani to'liq qismlarga ajratib ko'rib chiqaylik. Xo'p, umuman olganda bu bilamizki, uchta koordinata o'qlari bor. X, mana bu Y va Z o'qlari bilamiz. Xo'p, Z o'q. Mana shu uchta o'q bo'yicha harakatlanishi mumkin. Ilgarilanma harakat qiladi, yo X o'qi bo'yicha, yo Y o'qi bo'yicha. Aynan mana shu o'qlar bilan harakatlanmasda, qanday burchak ostida harakatlansa ham, bu harakatni mana shu X, Y va Z o'qlariga proyeksiyalarini olib hisoblashimiz mumkin. Umuman olganda mana shu fazo bo'yicha ilgarilanma harakatini tavsiflash uchun uchta X, Y va Z o'qlari yetarli bo'ladi. Lekin bu molekula aylanma harakat ham qiladi, ya'ni o'z o'qi atrofida aylanma harakat qiladi. Shu sababli, ya'ni bitta molekulamiz, sal kattaroq qilib chizaman. X o'qi bo'yicha harakatlanishi mumkin, Y o'qi bo'yicha harakatlanishi mumkin va Z o'qi bo'yicha harakatlanishi mumkin. O'z navbatida mana shu Z o'qi atrofida aylanma harakat ham qilishi mumkin. X o'q atrofida ham xuddi shunday aylanma harakat qilishi mumkin. Y o'q atrofida ham xuddi shunday aylanma harakatni amalga oshirishi mumkin. Shu sababli uchta ilgarilanma, uchta aylanma. Uchta aylanma harakat, uchta ilgarilanma harakat erkinlik darajalari bor. Umuman olganda deyarli barcha gazlar 6 ta erkinlik darajasiga ega umumiy holida. Lekin biz 1 atomli, 2 atomli va 3 atomli holatlar uchun ko'rib chiqamiz jarayonni. Xo'p. Agarda 1 atomli bo'lsa, ya'ni biz o'rganayotgan gazimizni tashkil qiladigan molekulalar bitta atomdan tashkil topgan bo'lsa, ko'rib chiqaylik. Molekula bitta atomdan tashkil topdi. Aynan mana shu. Xo'p, buni tezligi bo'lishi mumkin X o'qi bo'yicha yoki Y o'qi bo'yicha bo'lishi mumkin yoki Z o'qi bo'yicha. Demak, bu molekulamiz X, Y yoki Z o'qlari bo'yicha erkin harakatlanishi mumkin. Shuning uchun 3 ta ilgarilanma harakati bor albatta. Y barobar 3. Mana bu erkinlik darajalarini E harfi bilan belgilaymiz. Va bu 3 ga teng ilgarilanma harakat. Endi bu bitta molekulamiz bitta atomdan tashkil topgan molekula qanday aylanma harakatga ega? Aylanma harakatdagi erkinlik darajasini ko'rib chiqaylik. Xo'p, bu X o'qi bo'yicha aylanayotgan bo'lsa, bu fazodagi vaziyatini o'zgartiradimi? Hech qanday o'zgarish hosil bo'lmaydi. Bitta molekula o'z o'qi atrofida aylansa, fazodagi vaziyatiga nisbatan hech qanday o'zgarish hosil bo'lmaydi. Bittagina molekula bo'lgani uchun aylansa-yu aylanmasa bitta nuqtada turadi. Shu sababli aylanma harakat erkinlik darajasi 0 ga teng. Shuning uchun umumiy holatda erkinlik darajasini E barobar 3 deb olamiz. 1 atomlikda. Ya'ni 1 atomli. 1 atomli. Xo'p, endi 2 atomli bo'lsa-chi? 2 atomli. Endi 2 atomli degani
Mana shunday ikkita atom o'zaro birlashgan, o'zaro birikib turgan ikkita atomdan tashkil topgan gaz deb qaraymiz. Molekulamizning ikkita atomdan tashkil topganligini ko'rishimiz mumkin. Mana bu X o'qi, bu Y o'qi, bu esa Z o'qi. Mana Z o'qi. Endi xo'p. Bu molekulamiz qanday erkinlik darajasiga ega? Massa markazi mana shu markazida joylashgan deb qarasak, massa markazi o'z-o'zidan ko'rinadi. Umumiy 3 ta o'q bo'yicha harakatlanishi mumkin. Mana shu ikkalasini bitta sistema deb qarasak, bu sistema 3 ta o'q bo'yicha ilgarilanma harakatga ega bo'ladi. Va buni ilgarilanma harakat erkinlik darajasi 3 ga teng albatta. Bu bor narsa. Endi buni aylanma harakat erkinlik darajasi nimaga teng ekan ko'rib chiqamiz. Boya aytib o'tdik, aylanma harakati, demak X o'qi bo'yicha, X o'qi atrofida aylanishi, Y o'qi atrofida aylanishi, Z o'qi atrofida aylanishi deb qarab chiqdik-a. Endi mana shu molekulamiz xuddi shu vaziyatda joylashgan bo'lsa, X o'qi bo'yicha aylansa qanday bo'ladi? Fazodagi vaziyati o'zgaradimi? Qaraydigan bo'lsak, bularni markazni tutashtiruvchi o'q X o'qi ustida yotganligi uchun X o'qi bo'yicha aylantirsak, fazodagi vaziyatida hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Demak, bu tushunarli. Endi buni mana bu Z o'qi atrofida aylantirib ko'ramiz. Ya'ni mana bu yo'nalishda aylantiramiz. Bu aylanishda demak o'zgarish sodir bo'lar ekan. Mana bu molekulamiz bu tarafga, bu molekulamiz bu tarafga qarab aylanadi va qandaydir momentda bular mana bu yo'nalishni ham olishi mumkin. Ko'rinarli qilib chizaman. Mana shunday aylanish natijasida mana bu vaziyatni ham egallashi mumkin, qandaydir vaziyat, qandaydir vaqt momentida. Umumiy holatda aylanyapti. Demak, buni Z o'qi bo'yicha bitta aylanma harakat energiyasi bor. Endi Y o'qi bo'yicha qarab chiqsak, Y o'qi bo'yicha ham xuddi shunday. Bu yoq qarab aylanadi, bu yoq qarab. Umumiy holatda X Z tekisligida qandaydir aylanma harakatni vujudga keltirishi mumkin. Demak, buni aylanma harakat erkinlik darajasi 2 ga teng ekan. X o'qi bo'yicha aylangan vaqt hech qanday fazodagi vaziyat o'zgarmadi, 0 bo'ldi. Lekin Y Zlar bo'yicha bor ekan. Shuning uchun umumiy holatda erkinlik darajasi 2 + 3 5 ga teng deb qarar ekanmiz. Xo'p, endi 3 ta molekuladan, ya'ni 3 ta yoki ko'p atomli molekulalardan tashkil topgan molekulani tasavvur qilib ko'ramiz. Mayli. Sal yaqinroq joylashsin. Mana shunday molekula o'zaro birikkan bo'lar. Mana shu birikib turish holatida massa markazi mana shu yerda deb qarasak, bu X o'qi, bu Y o'qi, mana bu esa Z o'qi. X, Y va Z o'qlari. Mana shu o'qlar massa markazini shu koordinata boshi deb tanladik. Endi buni aylanma, ilgarilanma harakatlarini ko'rib chiqamiz. Bu massa markazi bilan birgalikda sistema deb qarasak, X, Y, Z o'qlari bo'yicha harakatlanadi. Umuman hech ikkilanib o'tirishni hojati yo'q. Ilgarilanma harakat energiyasi bor. Ya'ni ilgarilanma harakat erkinlik darajasiga ega. Shu sababli buni erkinlik darajasi, ilgarilanma harakat bo'yidan yuzaga kelayotgan erkinlik darajasi 3 ga teng deb aytishimiz mumkin. Endi aylanma harakati. Aylanma harakat qilsa, ya'ni mana bu X o'q atrofidan o'tgan, X o'qi bo'yicha mos tushadigan o'q atrofida bu aylanma harakatga keladigan bo'lsa, ya'ni mana bu yo'nalishda aylantiradigan bo'lsak, bu o'z-o'zidan fazodagi vaziyatni o'zgartiradi. Sal tasavvur qilib ko'rishingiz kerak bo'ladi. Bu taraf bu yoqqa, bu ham orqa tarafiga ketayotgan. Bu ikkalasi orqa tarafga, bu oldiga kelib harakatlanayotgan bo'ladi.
Demak, mana bu pastdagi bizga qarab kelyapti. Bu ikkalasi esa nariyoqqa qarab ketyapti. Ya'ni mana shu doska tekisligiga yoki telefoningizda tekisligini orqa tarafiga harakatlanyapti. Endi demak x o'qi bo'yicha bitta bor ekan. Y o'qi bo'yicha-chi? Y o'qi bo'yicha qarasak, bu mana buni markazdan o'tib ketdi deb qarasak, mana bu ikkalasi bu yoqqa qarab, bu yoqqa qarab harakatlanayotgan bo'ladi. Mana bu molekulamiz esa o'z o'qi atrofida. Ya'ni mana bu pastdagi atom o'z o'qi atrofida, bu ikkalasi esa mana bunday aylanishni hosil qiladi. Demak, buni Y o'qi bo'yicha aylanma harakat energiyasi ham mavjud. Endi Z o'qi bo'yicha qarasak, Z o'qida ham bor. Ya'ni bu molekula bu yonidagi molekulaning o'rnini egallaydi. Bu esa bu yoqqa qarab, bunisi bu yoqqa qarab, mana shunday aylanma harakatni hosil qiladi. Ko'rinib turibdiki, X, Y, Z o'qlarida ham aylanganda har birida o'z vaziyatini o'zgartiryapti. Shu sababli buni aylanma harakat energiyasi, erkinlik darajasini ham 3 ga teng deb olamiz. Umumiy holatdagi energiya erkinlik darajasi esa 6 ga teng bo'lar ekan. Demak, bir atomli, mana bu 3 atomli. 3 atomli. Xo'p, 3 atomli, 2 atomli, 1 atomli hammasini ko'rib chiqdik. Demak, mana shunday erkinlik darajalari kelib chiqar ekan. Xo'p, endi bundan oldingi mavzuda aytib o'tgan edik, Y kinetik energiyasini 3/2 KT deb. Demak, bitta molekulaning ilgarilanma harakati bu esdan chiqarmasligimiz kerak. Ilgarilanma harakat kinetik energiyasi. Demak, ilgarilanma harakat kinetik energiyasi 3/2 KT ko'rinishida ifodalagan edik. Endi har bir atom, ya'ni 1 atomlimi, 2 atomli, 3 atomli farqi yo'q. Hammasida 3 tadan ilgarilanma harakat kinetik energiyasi bor ekan. Demak, 3 ta yo'nalish bo'yicha mana shuni tashkil qilib turgan bo'lsa, bitta yo'nalish bo'yicha qanday energiyani hosil qilyapti? Demak, Y1 deb qo'yaman, mayli. Bitta erkinlik darajasiga mos keladigan kinetik energiyani hisoblashimiz uchun 1/3 qilamiz. 3 dan 1, ya'ni 3/2 KT ning 3 dan 1. Bu degani 1/2 KT energiya mos kelar ekan. Bu yoqqa yozaman. Xo'p. 1/2 KT. Demak, bu nima bo'ldi? Qanaqa energiya ekan? Bitta erkinlik darajasiga mos keluvchi energiya. Demak, bitta erkinlik darajasiga mos keladigan energiya 1/2 KT bo'lar ekan. Xo'p. Biz umumiy holatda 3 ta aylanma, 3 ta ilgarilanma dedik, lekin ba'zi bir, ya'ni 1 atomli, 2 atomlilarda ba'zi holatlarda, ya'ni ba'zi bir o'qlar atrofida aylanganda molekulaning fazodagi vaziyati o'zgarmaganligi uchun hisobga olmagan joylarimiz ham bo'ldi. Umumiy holatda esa aytishimiz mumkin, har bir erkinlik darajasiga mos keladigan energiya hech biridan ustun emas. Ya'ni aylanma harakatga mos kelib turgan energiya ilgarilanma harakatda ega bo'layotgan qandaydir miqdordagi energiya bilan taqqoslagan vaqtda aynan bir xil deb qarashimiz kerak. Aylanma harakatdagi energiyamiz ilgarilanma harakatdagidan ko'proq emas, yoki ilgarilanma harakatdagi energiya aylanmadan ko'proq emas. Shu sababli mana bu yerda mana bu yerni aytyapman. Bitta erkinlik darajasiga ega bo'ladigan energiyani hisobladik. Endi umumiy holatdagi ichki energiyani hisoblayotgan vaqti esa ko'p bilan yoza qolayin shu yerga.
I taqsim 2 KT bo'lar ekan. Agar bitta erkinlik darajasiga mos keladiganini hisoblamoqchi bo'lsak, 1 taqsim 2 qilamiz. Umumiysini topayotgan vaqtda umumiy erkinlik darajasini olib, uni 2 ga bo'lamiz. KT qilsak, bu bitta molekulaning ichki energiyasini keltirib chiqarib berar ekan. Shuni n ta songa ko'paytirsak, umumiy gazning ichki energiyasini ko'rsatib beradi. Demak, erkinlik darajasiga aloqador aytib o'tishimiz kerak bo'lgan narsalar mana shular. E'tiboringiz uchun rahmat.